Oshxonam kichkinalashib, mebel joylasam bo'ladi deb o'ylab ko'ryapsizlar. Do'stlar, sizlar zo'r yechim. Birinchi xonamizni razmeridan boshlaydigan bo'lsak, 2.30 ga 2,5 metr xonaga ixcham o'rnat boshqa mebel joylaymiz. Oshxonamiz kichkina bo'lishidan qaramay, maksimal foydalanish harakat ekanmiz. Mebelimizni ham dapatolog qilib, high-tech usulda ishlaganmiz. Mebelimizga e'tibor berasizlar. Dapalar bilan podsvetka qilib, pastlar bilan podsvetka qilamiz. 2 dona alyumin fosfatlardan foydalanib berdik. Berimizda 60 saldek настольный gazdan qo'ydik. Pastdan esa posvyodon apparatlarini joylaymiz. Berində moyka bo'ldi. Bon tarafında xolodilnik joyi bo'ladi. Mebelimizga ham e'tibor berasizlar. Bu qo'ylarimiz bilan shunday akril qilib berganmiz. Mebelimiz ranglarini ham kashmir akrila, oq akrila kombinatsiya qilib berdik. Bon tarafında kotellarni obshipka qilib shkaf yasaganmiz. Gaz cho'chiklarimiz ham sho'r o'tirib berdik. Shkaf ichida yo'rinmay cho'tki bo'lib turadi. Berində esa kir mashin joylashadi. Berində polkalar qo'yib berganmiz. Suvda shunga o'xshash narsalarni qo'ysa bo'ladi. Xudo xolasa ishimizni ko'ringlar, tomosha qilinglar, baho beringlar. Kim shunday sifatli mebel xizmatlari kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol ustoz Saodat mebellarga murojaat qilaverasizlar. Mijozimiz o'zi ham, akamiz ham musofirchilikda bo'ldi ekanlar. Bu uyimizni ham yaxshi niyatda olib, remont etib, mebellarni joyladilar. Xudo xolasa klientimizga uylar nasib etsin, mebellar ham nasib etsin. Videomizga bilan like bosib qo'ying, videoni ekranga tashlab qo'ying. Hamma shunday chiroyli uylarda chiroyli mebellarni sotish nasib etsin.